Assalamu alaykum qarindoshlar. Java'dan asosiy yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 27-qismlik darsimiz. Bu qismda biz yangi mazmunimiz class bilan object, ya'ni obyekt to'g'risida. Ham Java'ning o'zi obyekt yuzlangan program tili deb ataladi. Shunga OOP degan mazmun intayin muhim. Bu OOP, ya'ni obyekt yuzlangan program tili to'g'risida keyin tafsil to'xtalamiz. Ham Java hamma narsa class bilan obyektga munosabatli bo'ldi, bog'liq bo'ldi, bog'lashgan. Chunki har bir class obyektning nimasi bor? O'zining xususiyati va metodlari bo'ldi. Masalan, xuddi real turmushda masalan bir mashina misol olsak, mashinaningki shuni bir obyekt desak, mashinaning qanday xususiyatlari bo'ldi? Masalan, rengi qora yoki oq bo'lishi mumkin, markasi bo'ladi, ishlangan yil soni bo'ladi, undan boshqa metodlari bo'ldi. Masalan, metodni mashinaning nimda basak oldu desanglar, mesela bir pilga o'xshash, mesela mangado, tormozlando, shunday qanday metod deb tushunsak bo'ldi. Hamda shu obyekt classdan qurildi. Class obyektni qurdi. Shu qurdi degan gap, uyg'urcha qurdi degan gapni qanday inglizcha deymiz? Constructor deydi. Constructor degan bir muhim bir hukm bu Java'dagi. Class qanday obyekt qurg'uchi deb tushunsam bo'ldi. Obyektni qurdi. Ondan keyin ba'zi bir Yusraning tamlarda mesela qurg'uchi, constructor degan nima deb so'rab qolsa, qanday constructor nima qiladi? Obyekt qurdi desak bo'ladi. Unda esa eng avval biz classni qanday quramiz? Masalan, classni masalan bir package qurgan bo'lsak, packagedan qanday o'ng tarafni chekib qo'yam. Class deb men avtomatik o'zing mensiga yadrosiga nima qilingan-ku, masalan, mashinaday car classning ismini. Class degan mush keyword orqali so'zdan qurildi shunaqa. Undan boshqa men public deydi. Public degan gap qanday nima? Access modifier. Mushu kirishni qanday o'zgartirishi deydi. Buning har xil access modifier va bu to'g'risida keyin tafsil to'xtalamiz. Hamda mush mashinaningki qanday bu class bo'lib qolsa, bu mashinada masalan bir o'zgargich bo'lib qolsa, buning o'zgargichisi nima bo'ldi deganda, masalan bahasi deylik, price. Masalan, 150 ming dollar bo'lib qolsa-chi. Bahasi o'ziniki qanday? Mushu bir ismi nima? Classning ismi car. Mashina degan car degan classning deb quramiz. Classning ismi, class degan orqali so'z, undan keyin access modifier. Shunaqa? Hamda access modifier. Biz oddiy bir class qurdik hozir. Buning mana int price degan qanday bir o'zgargichi, variable deydi inglizcha. Variable. Unda esa obyektni qanday quramiz? Classni qurishni bilamiz, ham bilganda-ku, necha vaqtimiz endi. Obyektni qanday quramiz deganda, men boya aytib o'tgandek, obyekt classdan qurildi. Class bir constructor va, ya'ni constructor degan gap qurg'uchi degan gap. Obyektni qanday qurilgan. Masalan, bu classning ismi car shunaqo. Endi shundan foydalanib biz obyekt quramiz. Obyekt quramiz. Masalan, Toyota deganni qurmoqchi bo'lsam, carga Toyotami? Mush classning o'zi keldi, shunaqo. Toyota new degan alqiliq so'zbek muhim, yangidan qurilmoqchi bo'lgan, ana degan qanday? Constructor. Mana bu constructor. Tirnoqqa ilib biz constructor qurdik. Endi buni obyektni nimdan chiqaramiz? Main methoddan chiqi. Men main methodni yozib qo'yay. Mana. Chunki main methodni chaqirdim. Hamda lekin price main methodning ichida emas. Bu nimlik dava? Class dava. Endi men shuni qanday chaqiraman? Toyota'ning bahasi qanday? Qarsanglar, men price deb chiqdi. Shuning o'zi 1500. Endi buni qanday? Bispam chiqaray bevosita. Mana. Nima? 150 ming. Bahasi 150 ming. Mana ma'noda qanday? Chaqirilyapti degan gap. Endi undan boshqa o'xshash classdan nurg'ulg'an o'xshamagan qanday
obyekt qura olamiz. Mana Toyota shunaqa qo'y, endi nima qo'ysak bo'ldi? Honda. Honda yangi qanday? Car, mush constructor ma bu. Constructor texim tafsili keyingi darslarda to'xtalishimiz mumkin. Bunun bahasini qanday qilib qo'yay? Ash o'xshashmish price qilib qo'yay, 150 ming bo'lardi. Yana qanday? 150 ming degan gap. Buningki biz yozgan qanday? O'xshash bir variable qanday? O'zgarmaydi demoqchi. Ya'ni bu oddiy obyekt qurish usuli. Hozir qanday? Biz obyekt qurdik. Endi mush class bilan obyekt degan qanday? Object. Mushu object oriented OOP ningki eng asosiy hukmi. Bu eng asosiy hukmi. Bu bizning dedim-ku, masalan, o'zimizning mana turmushimizga tatbiqlab buni shunda tadqiq chiqqan, ya'ni yasab chiqqan bu program tilini. Endi men aytgandek, ma class kim qana? Ma nim deydi? Access modifier deydi. Access modifier. Ma bu classning ismi, ma class degan qanda? Buningki alqılık söz. Alqılık söz. Ma bu qanda? Beden. Ma tırnaq qanda? Beden demekçi. Hem de ma constructor diye nima olsanglar? Obyektni qurish ishlatamiz. Obyektni quramiz yoki initialize object yoki qanday build object. Constructor qanday classdan qurildi demekçi. Constructorningki asosli maqsadi yangidan obyekt qurish. Yangidan obyekt qurish. Hamda undan boshqa biz qanday qildik? Obyekt mesela mashina mush classning qanday? Mesela Toyota yangidan obyekt qurgan bo'lsak, hamda obyekt mushu OOP'ning object oriented obyekt yuzlangan program tilining qanday eng asosiy birligi bu obyekt degan. Hamda odatda biz nurg'un obyekt quramiz Java'da. Nurg'un obyekt quramiz. Bu obyektda qanday math classningki nurg'un metodlar bilan qanday almashtirib ishlatamiz, birga ishlatamiz. Hamda qarasak, bu obyektningki bir qancha xil mesela cardan foydalanib, mesela Toyota, Honda deb qo'ydim qo'sh ikkisiniki. Hamda mesela Toyota'ning o'zininki xususiyatlari qanday bo'ldi desanglar, xususiyat qanday? Bahasi, rengi mesela. Miyaga color. Qanday? White deb qo'ysam, bu bir xususiyat shunaqa. Mana onga qanday price demay, mesela. Color mashinaningki qanday? Colorni qo'ysak white besib chiqadi demoqchi. Undan keyin behavior deydi. Behavior degan nima desanglar? Metodlari mesela mashina mangadi degandek. Men keyin yana boshqa misol bilan texmo tafsiliy so'zlab beraman. Hamda bir misol olay ya. Mesela mushkul misol olaylik. Cat. Bilsan qo'y mushukni? İngilizce cat deydi. O'xshash yana qanday? O'xshash. Hamda bu mesela miyada bir erkek o'zgargich qurib oldim shunaqa price color deb. Buni nima deydi desanglar? Mushu qarasanglar, main methodning ichida emasmi bu? Miya qurib olgan classning o'zining ishiga. Buni hamda buni inglizcha instance variable deydi. O'zgarguchi. Buni ham tayyor o'zgarguchi demdik. Instance variable deydi. Masalan, cat shunaqa. Mushukning qanday xususiyatlari bor? Bir classning qanday xususiyatlari bo'ldi mushukningki? Masalan, mushukning ismi bo'lishi mumkin, ism qo'yilishi mumkin. Mushukka shunaqa ism qo'yilishi mumkin. Undan keyin rengi bo'lishi mumkin. Sariq mushuk, oq mushuk degandek mushukning rengi bor. Mushukning nimasi bor? Yeyishi bor. Necha kirgan mushukningki
Hozircha 3 ni qilib turaman. Endi boshqa mushukning alohidaligi yo'qdi. Mushukning yana jinsi deydi, tushmishga ega mushuk deydi-ku. Uni boolean bilan ifodalaydi. Gender. Bu ne hamda? Qanday? Main metodni qurib mushuk bir constructor qo'ydik. Endi men kelar soatlarda men constructor to'g'risida texnik kengaytib so'zlayman. Mush obyektni qurish uchun constructordan foydalanamiz. Buni endi qanday quramiz desak, ma ismni biz belgiladik ismini masalan bir mushuk keldi, uning ismini nima deb qo'yamiz? İsmi masalan Atlas. İsim kuruldu. Çünkü men alıp bunun ismini şu obyektdan qanday klassini foydalanyapmiz. Men birinchi obyekt shunaqmi? Birinchi mushuk deb oldim. Rengi qanday? Oq. Oq mushuk. Yeshi necha yosh? Mushuk 10 yosh degan xillam cho'ng, ha? Cho'ngroq mushuk. Mushuk deb qo'yay. Jinsi degan qanday? Gender. Bu gender bo'lgan degan qanday? True or false ham bo'ldi. Gender demay. Mushuk bo'lsa true deb ham qo'yaylik bo'ldi. O'zimiz bilib true. Hem bunu qanday? Bunu besib chiqarsak Atlas ismi mana. Boshlanmasi besib chiqarildi demakchi. Masalan, hozir men faqat xususiyatlari shunaqa, yeshi, rengi degan. Endi buning metodini qanday qilamiz desak, masalan, men bir metod qilsam public void sleep mushukga uxlaydi-ku. Masalan, men bir uxlaydigan mushuk. Onu mu qanday qura olamiz demakchi. Masalan, ash class tava bo'lgan ekan. Sleep. Mana. I am a sleepy cat. Mana hammasini qanday besib chiqirdi demakchi. Harakat. Mana hammasi qanday obyektni shunday quramiz. Bugungi darsimiz mushakcha. Tushunmagan nuqta bo'lsa, asosiy shakl qoldirsangiz bo'ldi. Kelar soat darsimizda biz constructor va boshqa tuxumlarni o'rganamiz. Dehqonlar kelar soat darsimizda olsun. Bugungi darsimiz mushakcha. Rahmat.